Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz obunachilar, aziz do'stlar. Mana bugun To'g'rak qiladi. Yana Shodiyona. Bugungi Shodiyanamizda o'ziga xos qo'shiqlari, o'ziga xos yo'nalishga ega bo'lgan, butun O'zbekiston bo'ylab boshqa turlarda xizmat qilayotgan xorazmlik mana ajoyib Hofiz Odamboy Qo'shayev bugun yana to'y xizmatida. Aziz muxlislar, sizlarga Odamboyning tilaklari va ajoyib qo'shiqlarini raqqasa qizimiz Shoiraxon ijrosida ajoyib raqslarni taqdim qilamiz. Odamboy ijodiy parvozlar tilaymiz, omadlar tilaymiz. Rahmat. Yaxshi bir tilaklarni eshitamiz kanalimizga va keyin so'z bilan davom ettiramiz. Rahmat. Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz qadrdonlar, hurmatli, e'tiborli onajonlar, opa-singillar, aka-ukalar, do'stiyonlar, qadrdonlarimiz. Ana bugun bir ajoyib kun, ajoyib bir to'y. Ana shu to'y bahona sizlar bilan bir didorlashib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Ana Xudo xolasa bugun Tuproq Qala eliga xizmatga keldik. Shu Tuproq Qala eliga xizmatga kelishimizda shu bizlarni ustozimiz kutib olib, mehmon qilib, ana chiroyli bir qo'shiqlarimizni sizlarga taqdim qilish niyatidan qanchadan qancha mehnatlar qilib, u yoqqa borib, bu yoqqa borib, izimizdan qolmay, tolmay shu sizlarni zeriktirmaslikka harakat qilyapti. Shu ustozimizni ko'rsatuvini ham omad tilaymiz. Rahmat, rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Shu Rahmat. har doim shunday O'zbekistonlik muxlislarimizni, chunki butun dunyo ko'rib turibdi axir Butun buni. Rossiyada, musofirda, muhojirda yurgan butun Albatta. o'zbeklar, do'stlarimiz, aka-ukalar, shogirdlar, farzandlarimiz tomosha qilyapti. Albatta. Shu Odamboy Qo'shayevga ijodiy parvozlar tilaymiz. Ajoyib unvonlar olish nasib qilsin. Rahmat. Xalqimizni baland, katta san'at kashonalarida qo'shiqlar ijro qilish nasib qilsin. Rahmat. Omadlar tilaymiz. Rahmat. Marhamat, ajoyib qo'shiqlardan tinglaymiz.